Joriy yilning 14-may kuni Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi kiber jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi tezkor xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida Farg'ona viloyatida tug'ilgan Kenjayev Ozodbek Nurullo o'g'li Urganch shahri hududida yashirinib yurgan vaqtida aniqlanib ushlandi. Aniqlanishicha, mazkur shaxs internet orqali Telegram messenjerdagi Enjoy Fly profili orqali faoliyat yuritib, fuqarolarga Toshkent, Dubay aviachiptalarini arzon narxlarda olib berishni va'da qilgan. U fuqarolarning ishonchiga kirib, turli miqdordagi pul mablag'larini o'zining bank plastik kartalariga o'tkazdirib kelgan. Tezkor tadbirlar davomida Xonqa tumanida yashovchi fuqaroning ishonchiga kirib, undan Toshkent, Dubay aviachiptalarini olib berish bahonasida 36.550.000 so'm pul mablag'ini firibgarlik yo'li bilan o'zlashtirib olgani ma'lum bo'ldi. Eng e'tiborlisi, Kenjayev Ozodbek Nurullo o'g'li Urganch shahridagi mehmonxonalardan birida yashirin holda yashab kelgan bo'lib, atrofdagilarga o'zini ichki ishlar organlarining tezkor xodimi katta leytenant sifatida tanishtirgan. Shuningdek, u xizmat safari bilan kelgani haqida soxta hujjatlar tayyorlab, fuqarolarni ishontirishga uringan. Uning yoni ko'zdan kechirilganda ichki ishlar organlari katta leytenanti unvonidagi to'liq xizmat kiyimi, soxta xizmat guvohnomasi, ichki ishlar vazirligi yozuvli muhrlar, Birlashgan Arab Amirliklari logotipi tushirilgan muhr, Saudiya Arabistoni fuqarosi sifatida tanishtirish uchun tayyorlangan soxta hujjatlar, turli sim kartalar, qimmatbaho buyumlar va boshqa ashyoviy dalillar aniqlanib rasmiylashtirib olindi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Kenjayev Ozodbek Nurullo o'g'li fuqarolarni umra safariga yuborish, viza rasmiylashtirish va xorijga chiqish hujjatlarini tayyorlab berish bahonasida ham internet orqali firibgarlik harakatlarini sodir etib kelgan. Shuningdek, uning boshqa hududlarda ham firibgarlik va soxta hujjat tayyorlash bilan bog'liq jinoyatlar uchun qidiruvda bo'lgani ma'lum qilindi. Hozirda ushbu holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi va 228-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchiga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Dastlabki tergov harakatlari Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi kiber jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi huzuridagi tergov guruhi tomonidan olib borilmoqda. Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi fuqarolarni internet orqali ko'rsatilayotgan shubhali xizmatlarga ishonmaslikka, aviachipta, viza va xorij safarlari bilan bog'liq xizmatlardan faqat rasmiy va ishonchli manbalar orqali foydalanishga chaqirib qoladi. Agar Kenjayev Ozodbek Nurullo o'g'li xatti-harakatlaridan jabrlangan fuqarolar bo'lsa, 62 220 45 46 va 62 220 45 89 raqamli telefonlar orqali Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi kiber jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasiga yoki 102 qisqa raqamiga murojaat qilishlari so'raladi.